Yigitlar, tilinglarni shirin qilinglar, so'kmanglar xotinlarni. Yaxshi gapiringlar. Qattiq gapirsa ham, masalan, mayli deb qo'yavering. Men seni yaxshi ko'raman deb qo'yavering, yaxshi bo'ladi. Ayollarni u ayb emas. Juda yaxshi ko'radi bu latta-putalarni. Hammasi bir xil. Otini oysa ham shunaqa bo'ladi. 100 ta ko'rsasi bo'lsa yana olib bergin deb bo'ladi. Shunaqa. Qo'lida uzugi ko'p, yana olib ber deydi. Bu ayb emas. Xudo o'zi shunaqa beratgan bo'ladi. Shuning uchun olib beraman deb qo'yavering, bo'ldi. Men seni yaxshi ko'raman, olib beraman. Tamom? Bilan urushib, janjallar. Siz erkaksiz-ku. Sen unaqa deding, men bunaqa, hammasi beodoblik. Hatto erkak xotin shunaqa mijozi ham bir xil bo'lib ketishi kerak. Suyuqni yaxshi ko'rsa suyuqni, issig'ini yaxshi ko'rsa issig'ini, sovuq shunaqa bo'lib ketadi. Ko'p ayol erkaklar havosiz keladi. Xotin bir bo'lib ketadi, bitta bo'lib ketadi. Mana shunday bo'lish uchun kimda ayb birinchi? Erkak kishida ayb. Erkak kishi erkak bo'lishi kerak.